Mana shunaqa qo'rqinchli tishlarimdan o'zim uyalib ketar edim. Ishoninglar, shunaqa xunuk tishlarimni mana shunaqa tekis va chiroyli qilib bergan stomatologga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Chunki hattoki o'rtoqlarim yoki bu joyga borganda kulgani xijolat bo'lar edim. So'riqletda yashaydigani uchun sizlarga yaxshi xabar aytmoqchiman. 10 tomoningizda So'riqletdagi Timur Food kafesi, chap tomoningizda esa poliklinikaga yetmasdan avtomoyka. Imенно o'rtasida M kosmetika oldida stomatolog joylashgan. Ishoninglar, eng ishonchli va hamyonbop, yaxshi stomatologni sizlarga tavsiya etaman. Stomatologga kirishinglarda o'ng tomonda ikkinchi eshikda mani stomatologim Emina Muhabballoga murojaat qilinglar. Sababi tekin ko'rik, arzon narxlar, sifatli tishlar va eng yuqori sifatdagi uskunalar bilan sizlarni davolaydi. Men bunga aniq va 100% kafolat beraman. Albatta, men sizlar uchun mani nomimdan kelgan har bitta mijozga chegirma qilib berishlarini so'radim. Qanday uslubda tish davolash bo'lsa ham, Emina mani nomimdan chiqqan har bitta mijoz uchun chegirma qilib berishga va'da berdilar. Chiroyli tabassumga ega bo'laman desangiz, shoshiling. Pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling va tekin konsultatsiyaga ega bo'ling.